choraxiga 3-marotaba yaqinlashganda ushbu choraxidan chapga yo'nalish amalga oshiriladi. Oldinda temir yo'l kesishmasi bo'lib, haydovchi stop belgisining oldida to'xtaydi. Keyingi yo'nalishdagi mashq. Harakat tezligini oshirish. Ushbu yo'nalish uzatmalar qutisini ikkinchi uzatmaga o'tkazib va tezlikni kamaytiriladi. Burilish jarayonida majburiy to'xtash joyida avtomobilning tovushli ishorasi beriladi. Haydovchi majburiy to'xtash joyida falokat ishoralaridan foydalanadi. Oxirgi mashq. Parallel to'xtash. Ushbu mashqda avtomobilning 12 shina g'ildiraklari oq nazorat chizig'ini bosish va qayd qilish mashqi bajariladi. Mashqni tugatgach, chapki ishorasini yoqib, ikkinchi tasmasiga qayta tiziladi. Choraxiga oxirgi yakuniy yaqinlashib, ushbu choraxidan o'nggi ikkinchi, ya'ni bir toifadagi haydovchilarning tasmasiga kirib, umumiy mashqni finishda yakunlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.